Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga koinotning eng buyuk sirlaridan biri, butun olam tortishish qonunini tushuntirib beraman. Bu qonun nafaqat Yerdagi jismlarni, balki butun koinotdagi yulduz va sayyoralarni bir-biriga bog'lab turuvchi ko'rinmas zanjirdir. Qonunning kashf etilishi. Har bir buyuk kashfiyotning o'z tarixi bor. Biz o'rganadigan qonun ham 17-asrda yashab o'tgan buyuk fizik Isak Nyuton nomi bilan bog'liq. Keling, bu qonun qanday tug'ilganini ko'rib chiqamiz. Isak Nyuton va olma afsonasi. Afsonalarga ko'ra, Nyuton bog'da o'tirganida boshiga olma tushadi va u nega olma yon tomonga emas, balki pastga tushdi deb o'ylanib qoladi. U yerning tortishish kuchi faqat olma bilan cheklanmasdan, hatto oygacha yetib borishini anglab yetadi. Bu insoniyat tarixidagi eng katta ilmiy inqiloblardan biri edi. Qonun qoidalari. Butun olam tortishish qonunini tushunish uchun 3 ta asosiy nuqtaga e'tibor berishimiz kerak. Koinotdagi barcha jismlar bir-birini tortadi. Jismning massasi qancha katta bo'lsa, uning tortishish kuchi ham shuncha kuchli bo'ladi. Jismlar bir-biridan uzoqlashgani sari tortishish kuchi ham kamayib boradi. Matematik ifodasi. Matematik tilda bu qonun mana bunday ko'rinishga ega. Bu yerda F tortishish kuchi, M1 va M2 jismlarning massasi, R esa ularning orasidagi masofadir. Ko'rib turganingizdek, massa ko'paysa, kuch ortadi. Masofa ortsa, kuch kvadrat darajasida kamayadi. Gravitatsiya doimiysi. Formuladagi G harfi u gravitatsiya doimiysidir. Uning qiymati juda kichik. 6,167 ko'paygan 10 darajasida -11. Bu raqam shuni ko'rsatadiki, gravitatsiya aslida tabiatdagi eng kuchsiz kuchlardan biri. Biz ikki kishi bir-birimizga tortilayotganimizni sezmaymiz, chunki massamiz Yer yoki Quyosh kabi ulkan emas. Masofa va kuch bog'liqligi. Ushbu grafikda masofaning ahamiyatini ko'rishingiz mumkin. Agar siz va jism orasidagi masofa 2 barobarga ortsa, tortishish kuchi 2 marta emas, balki 4 martaga kamayib ketadi. Ya'ni masofa gravitatsiyaning eng katta dushmanidir. Massa va og'irlik farqi. Ko'pchilik massa va og'irlikni bir narsa deb o'ylaydi, lekin ular farq qiladi. Massa bu sizning ichingizdagi modda miqdori. U koinotning istalgan joyida o'zgarmaydi. Og'irlik esa sizni sayyora qanchalik kuch bilan tortayotganidir. Masalan, oyda vazningiz kamayadi, lekin massangiz o'sha-o'shaligicha qoladi. Sayyoralardagi erkin tushish tezlanishi. Har bir sayyoraning o'z tortishish kuchi bor. Yerda biz uni 9,8 metr taqsim sekund kvadrat deb o'rganamiz. Lekin, masalan, oyda bu ko'rsatkich 6 barobar kichik. Agar siz Yupiterga borsangiz, u yerdagi gravitatsiya shunchalik kuchliki, siz o'z vazningiz ostida qolib ketishingiz mumkin. Koinotni ushlab turadigan kuch. Xo'sh, gravitatsiya bizga nima uchun kerak? Agar u bo'lmaganda, Yer Quyosh atrofida aylanmasdi. Okeanlarda suv ko'tarilishi bo'lmasdi va eng asosiysi, bizning atmosferamiz ham koinotga uchib ketgan bo'lardi. Gravitatsiya bu koinotning yelimidir. Nyutondan keyin Eynshteyn. Nyuton qonunlari mukammal, lekin 20-asrda Albert Eynshteyn uni yanada rivojlantirdi. U gravitatsiyani kuch emas, balki fazo va vaqtning egilishi deb atadi. Xuddi og'ir shar cho'zilgan matoni ekkani kabi, yulduzlar ham fazoni egadi. Xulosa qilib aytganda, butun olam tortishish qonuni bizni Yerda ushlab turgan va yulduzlarni o'z o'rnida saqlagan buyuk kuchdir. E'tiboringiz uchun rahmat.